Ben Uyghur nahiyesinin avaçısında 1964 yılı 9 aprel günü dünyaya geldim. 81 yılları şu yezdeki Gezim İskender namındaki avat otura mektebini tamamladım. Biraz vakitle şu nahiyetki Arzu Halk Ansambl işlep 82-84 yılı armiya sepeti olduk. Armiyadaki kip yani 86 yıllıkça yani şu Arzu Ansambl işledi. 86 yılı Çaykovski namındaki müzik uçilişinin Uyghur bölümü ikinci geçimi içilanda. 82 yılı içilip studentlar almış kelep tegendik. 86 yılı içilganda şunun okuşu geldik. Bir yerde Uyghur bölümünde Çang bilen Rejek hesabı boyunca şu uçuş okuş düştüm. 87 yılı ikinci kursta işlevat okuvatqa vaktimde şu Uyghur tiyatrosu teklif kıldı. Yani 88 yıldan tatıp şu Uyghur tiyatroda işlep geldi. Uyghur tiyatro kirgende vakti Nava Ansambl'ın vakti kerek biri İkrim Akım Aşim boğan. İkrim Akım'ın, Azat Akım'ın emgekleri Kıran Kanyarı'nın ait köp oldu. Çoğun sahnede. Yani kesbi sahnede, sennette kandak neymiş gerek şununla yetken ustazlarmışlar. Şahsen ben üzerine 8. sınıfta biz hazırki bunu istradni studiyada koydu hazır koleji Silivri namındaki. Ona şunu okuştuk ki ben operaga bölendim de operaga bölengendikten şu vakti İkrim Akam tiyatrının direktör paytike beni şu vakti Mukamçılar degan spektaküller bizning tiyatrımızdakiler Uyg'ur bir kıl ben okuşup baram. Ular mening operada okuşumni ancha halim edici men tanışıp görüp. Senin kichkina ahang bor ekan, bile ahang bor ekan. Shuni sen boshqa ish qilib qo'ymagan deb meni Ikrim Mashim qaytdi. Ikrim Mashim shu vaqtda meni ishlashga taklif qildi Uyg'ur teatrida. Biroq u vaqtlarda teatrda ishlash menga o'zimga ait qo'rqinchli bo'ldi-da, hakikaten. Birinchidan kichikman. Unchalik optim yo'q. Shaharga dastlab ketib kelishim, shuning bilan men u vaqt o'qishni o'qimadim. Ham ishlamadim. İkinci qitim 86 yıl o'qish kelganda İkrim Akam meni yana u vaqtda Nava Ansamblining rahbariga shu vaqtda yana meni ishlashga taklif qildi. O vaqt kelgan vaqtimizda bu yerda ishda o'rin bo'lmay qoldi. 88 yılı qaytadan yana chaqirib u vaqtda mening to'liq bu yerda ishlashimga, shunday qilib darsimdan, o'qishimdan, qamishimga shu vaqtlarda shu Murat aka, Ikrim akalar, Azat akalarga ait ko'p yordam berdi-da. Bergin can ecrini. Ben köp tıkşaşını köp yaşını körüm eli xalq naşları, umumen xalq naşları da. Oldum eli xalq naşları deyimiz, Qashqar xalq naşları, Xotan xalq naşları deyimiz. Şununda biz özümüz şununla köp tıkşap kiçimizde öğrengen üçün men eli xalq naşları bir jüriş naşları da koymayız. Onu bu naşlarına köp yakıdan naşları. Yetişkima, tanışaşkima. Endi men Ikrim Akım'ın biraz naxşlarını ettim. Boltum Selmah Nurki Zeynalov'ның, Ablaqjan Maşayev'ның, Abdurazak Hamrayev'ның, Rüstem Niyazov'ның, Abulahab İslamov'ның naxşlarını oralab mende, dastlab yozilgan naxşlarını. Sözü Mahmud Abdurahmanov'ның, müziksi Selmahın Zeynalov'ның naxşa Turnula. Endi kompozitorlar bo'lib, bu kasbida professional kompozitorlar yozgan o'zining asarini har bir artistga o'zi chamolab yozadi-da. Masalan, buni naqsham, buni artistga ketadi, buni ahangga, buni stiliga deganda. O'zlari shuni taklif qiladi. Artistlarni tanlaydi. Masalan, Ablaqjan akam, Mashayevni, Selmah akamlarning naqshlari nurg'uni liriklik naqshlar, vatan to'g'riliq, atan to'g'riliq, so'nishlar naqshlar. Oğa üçün o naxşlarını ben köperek ettim. Selmah akam Turnula naxşısını, Uyg'urum degan naxşlarını, nurg'un şu naxşlarını orun, Ikrim akamның nemin olmuşlar. Abdurazak akamның bu naxşları şunda. Abdurazak akamның Teyipçe Elif'nin sözü yazılgan Anı degan 3 naxşısını orladık. Fakat bir şairning nimsidiki naxşlar.
anlatırlık nakşların orunda. Ben ötken konsertimde şu çoğunlarımızın atıp üçün toğur görüp Abdullah akamla bir naksı bile etip öttüm. Композитор Хрым Масимов. Üsupcan Sayitov. Zeynullam Sitekov. Abdurım Ahmadi. Saydakrem Tölegenov. Ustazım Azat Burhanov. Karlin Paltayev. Maqsadcan Talipov. Shakrakam Qurbanov. Mana bu atgan aşamның muzikasini yazgan Ablahcan Mashayev, sözü Eliya Baxtiyanın. Ömür degan qizig'i. Birden bir menin sanatga yollayıp köp çıkıp beni qo'llab quvvatlagan ustozim da akam. O'zbekiston xalq artisi Abdurmak Ahmadiyev bilan ishladim. Atağlıq Muqam Saydakram akam bilan, xalq artisimiz Nurbedem Mametova bilan, Tonlaydam Aysarova bilan, Miralamed Qurbanbakiyeva, Sultan İsrailov aklarımız bilan. İşligin bilan faxrlanman şu bizning eng atağlıq, dаңlıq san'atkorlarimiz. Mush aklarımız bilan biraz vaqt bo'lishmiz. Endi Üstcan akam Sayitov. Üstcan akam Sayitov şu yanqı aklarning o'rnini ait ko'p kuch chiqargan akamizdan biri. Bizden hazır hayatını ötken san'atkorlarimiz Karlin Paltayev, Neyç Maqsadcan akam Talipov ham ustoz bo'lgan. Bizning müzik uchrashuvida dars bergan ustozlarimizdan biri. Farida Mashurova degan adimiz uchrashuvda bizning asosan şu hadimizdan ait cho'ng o'qishlarni bitirishga kuch chiqargan adimizdan biri de Farida Mashurova Abdurahmanova. Ben endi üzem etken nakşının hemsini üzem yaxşı görüyorum. Hem mening üzemning ijod qilgan naqshlari ham shundaqla bizning kompozitorlarimizning naqshlarining har birining o'z oldiga bir tarix bor-da. O qandoq chiqqan, qandoq hayotga kelgan. Endi kompozitorlarning bir naqsh yozmoq o'ng'ay narsa emas. O naqshini naqsh qilib xalqqa tanitmoqning o'zi bir cho'ng emgak. Endi çoğunlarımızdan ben ebe etip ütken şu çoğun artistlerimizden nakşlar bilen çoğun olduk. Şu nakşlar bilen bugünkü gün yettik. Endi bizden vaktimizde de koyalım, zamanımızda değil. Vakt hazır kadar mümkünçülük yok. Telefon yok, kompüterin zamanı emez. Magnetofon algan zaman emez. Hatta bizim vaktimizde kolumuzda akçı bozma. Magnetofon hiç mümkün emez değil. Ben 10. sınıfını bitirip Arzu ansambl işlewatganda şoqta bir tonuşlar bilan birinchi qitim magnetofon aldım. Bizden de hemmemiz yaxshi bilamiz go, öylerde kichik radio bo'lgan-ku. Şu radyoda cuma kuni yarım saat Uyg'urcha konsert beradi biz kichik vaqtda. Mening bir daftarim tayyor bo'ladi. Şunun ulgurganimcha yaxshi ko'rgan naqsham so'zini yozatdim. Bu ayda ulguramsam, yana bir oydimi, yana 3-4 oydan keyin ash naqsh chiqib qoladi. Shuni davomlashtirib yozib Şular bilen nakş ügünettik de o vaqtda yeni nakşlarına ait az. Hazırkıdak mesela bizden bu tarihi vatnimizden nurgun nakşlarında hem yerde interneti bağ için elbette o vaqtda da nakş tapmak gelmek. Dünyada türlü arzu ihtiyacı. Yani biz tarihi vatnimizde Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonida bir neçə qitim qasır səfərlər oldu. Mən köpünçü Təbəssümün artistləri, Mahmud Akam Rayadəm, rəhmətliklər, Mahbir Rayadəm, şu Təbəssüm artistlərdən köpərək bolundu. Onu da sırt Polşada bolduq festivalda, Singapurda bolduq, Vengriyada, Türkiyədə bir neçə qitim bolduq. Qasırlıq səfərlər. Festivallər olsun, qasırlıq səfərlər olsun. Qalan gastrol seferimiz asasen şu rayonda. Buralar köp bulattıqan gastrol. Bunun bu yoqda Teşken, Özbekistan, Kırgızstan. Oqlardan köp bomdundan buralarına ait köp bulat ki.
Keyinki vaqtlarda asosan mush taraflarda gastrol safarlar bo'ldi. Har bir gastrolda o'zining yaxshi qiziq narsalar bo'lgan, ba'zi bir narsalar esimda qolmoqda. Nihoyat ko'ngillik, gastrol degan nihoyat ko'ngillik narsa. Ba qancha yillardan o'zingning qilgan emgigini, tayyorlanganini xalqning aytib ishini o'zini aytib yaxshi narsa gastrol. Sanatlar uyushtirgan narsa yarışıyor gastrolda. Endi vatanda mening o'zimning ijodim yo'lingga qarab, uningga aniq zar bo'ldim degan naqshini u yoqdan nihoyat nurg'un yetadi tingshaydi. Yolunga qarab keçen gündüz ötüp bardı menen Anlayan akşam sana Ertuğrul qaytın yaxşı aranjör qilib, yaxşı aytgan. Yolun qarab akşam aytgan. Şu naqshini aslında bir aytganimda nihoyat yo'lin qarab yaxshi qarshi oldi. Xalq tükrep javoblar bilan. Shunday qilib xalqqa men avtor ekanligini bilgandan keyin vaqtda men Muxtar Bug'ra degan talantli shoirimiz nurg'un naqshlarning matni deb qo'yamiz, tekstini yozgan. Shu shoirimizning ijodiy kechiga kirdim. Onu ben Nurgay'la dedim. Muxtar Bug'raning ahirgi qa degan so'ziga Dilshod degan inimiz naqsh yozganki, shuni mening aytishimni taklif qilibdi, bu yoqqa avtib. Men dastlab uni mashhada zapis uchun deb o'ylabman, keyin shu konsert qatnashlarga kirib, 3 kunlik ijodiy kecha konsert bo'ldi, shu konsertga qatnashdim. Buni shu vaqtim aytdik, albatta bu ishki memleketinin dostluğu, hoşallığı, Kazakistan ve Şinjan Yevropadan bayladı. O vaktimde yanayet yaxşı karşı aldı. Türkiye'de bu anda biz Özbek dağlık xalq artisti Şeref Jurayev'nin Anı Türkistan degan naqsini men burundan birinchi yakka konsertimdan tatib orlab keldim de bu yerda Türkiye xalqlar to'g'riliq Özbek, Kazak, Kırgız, Uyghur, Tatar, Türkmen, şular hepsinin dostluğu, birliği doğruluq etilgan naqshida, ama bu naqshini 2 qitim borganda orladım. Nihoyat xalq Türkiye'de yaxshi qarshi oldi da, tushunishlik har bir millatning atlari, Türkiye xalqlarining atlari etilgan. Endi qolgan yezlarimizda shunday var naqshlarimiz. Teatrni olsak, teatrni olganda men Navani deydi. Navatka hazır bizning yoshlarimiz, muzikantlarimiz, naqshlarimiz nihoyat kuchli, yaxshi san'atkorlar. Ben bunu ondan bir 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl burladı üzerime işte oylattım da gelecekte. Vaqtlarda endi mush bütün to'y to'kun, qayerli bo'lsa, bunu yamoq deymiz, klavishlarning taraqqiy etib ketgan vaqtlar bütün to'y to'kiladi. Shoxlar nurg'un estradaga ketib qolamdi-ki, milliy keyin qiziqmay qolamdi-ki deb o'yladim. Biroq bundoq bo'lmadi. Hazır nihoyat kuchli, yaxshi naqsh sazandalarimiz bor. Bizning teatrdagi sazandalarimiz mush keyingi vaqtlarda mana 5-6 muqomni bütün muarg'ul, daston, mashrab hammasini hech nerini qo'ymash bola ugunib chip chiqdi. Demak bu sizlar uchun nihoyat bir yaxshi xushxabar bo'ldi. Tamca üter yüzünü yenildi men sorsam külünü. Teatrning o'zgarishi to'g'riliq masalan Dilmurod kelganda barliq yerga bütün Uyg'ur degan odam hammasi angladi. Biz dаңliq san'atkor Mahmud Darayevga ham menga Qozog'istonda xizmat ko'rsatgan Erbabi degan ota. Академического Уйгурского театра музыкальной комедии имени Кутуса Ружемьярова, основоположник знаменитого ансамбля «Яшлык». Ансамбля «Нова» Уйгурского театра музыкальной комедии имени Кутуса Ружемьярова, а также один из исполнителей древнейшего уйгурского классического музыкального наследия 12 Курганов. Bu atak 22. yıl berilgandan keyin biz gastrol seferi chiqdik. Şu her bir yezda bu atak etilib o'tdi. Masalan, mush ikki artist Qozog'istonda xizmat ko'rsatgan Erbabi bo'ldi. Biz nihoyat chiq tilaklarni aytdi.
barlıq şu yazılardı. Bunun qancha 20 yıldan hoş gerek biz Özbekistan bilen Kazakistan'ın medeni günlükleri boldu-da. Şundaq bir boğanda biz konsert koyduk. O vaxt teatr remont meňatqa vaxtla. Men şu vaxt diýen Antur Türkistan degen nakşyny aytkanda, o vaxt Özbekistan ministri, bizning Kazakistan'ın medeniyet ministri işki boldu. Şu nakşy diken şu vaxtki Özbekistan ministri men eger munu balaga Özbekistan boğan bolsa, Özbekistan'a hizmet görsetken artisti degen atakny bererdim. Vakti men mi bermedi dedi. Biroq o şerde kaldı, ba'zi bir adamlar onun to'g'riliq mengish kerak dedi, meni mangim ekanmi. Mushu unvon to'g'riliq deganda Nurg'iyada bo'libmi bu endi yosh vaqtlarimizda ancha bilinmaydi ekan. Bu aliflarni oshgandan keyin ko'p bilingan haqiqat bu. Uni kimni bo'lsin. Nimishki sizga berilmaydi atak. Başka birileri iyi vatıda siz nimishki berilmedi. Nurg'un meni de so'radi dedi, biroq men aytdim. Endi mening qo'limdagi ovqat emas, значит shunga loyiq, emgim loyiq emas to deb aytdim. 22-yilda Dilmurod teatr direktori kelganda ekan, mana shu ataqlarni. Ko'p men Dilmurodga rahmat aytish bilan burun u mening emas, butun mening abaq tomoshabinlarimning hammasi degdek bana telefon qilib, bana şu rahmetli şundaqla Dilmurodga bu rahmet dedi. Bunun o'yil talay yillar bu berildi deydi, endi onun ras yağını bilmeyim. Şundaq, endi mening aldımda bu ataqlarga ilinmay ketgan nurg'un bizni talantli artistlarimiz ketdi. Ba'zi bir hayatda yutib ketdi. Mush ataqni ana mana berimizda bermedi. Undaq artistlarimiz nurg'un, endi mening aldımdaki artistlarım nurg'un şununla ketdi. Bunu bütün hem Uyghur halkıga ketdi de mening şu bir yıl premierim şu. Şundan qolgan narsamiz. Уже tushunishga bo'lish kerak deb. Bunun ko'p rahmatini aytaman. Albatta xalqimizga bunun texmi yaxshi xizmat qilindi deb o'zim. Men asosan o'zimning repertuarimga yangi naqshlarni kirgizish planim bor. Hazır endi bizde naqsh ijod qilgan ijodkorlar ko'p emas burungidek. Bu bizga loyiq naqshlarni, estrada nurg'un naqshlar bor bizning milliy. Shundaq naqshlar bilan repertuarimni biroz ko'paytsam, o'zgartsam degan planim bor, onun da boshqa planim bor. Barliq tomoshabinlarga, o'zimning mening tomoshabinlarimga ko'p rahmatimni aytaman. Sahnada bo'lsin, qayerda bo'lsin, naqsh uchun eng bir cho'ng baxil tomoshabin qanchalik yaxshi qarshi olsa, shu san'atkor uchun bir baxil. Ba'zi bir naqshlar o'zimizga qanchaki yiqib etsak, tomoshabinga yoqmay qolgan. Ya'ni o'zimizning ancha bir erin qilib ketmagan naqshlarimiz tomoshabinga yoqadi. Bundan xush oldimiz. Eng asosiy narsa shu tomoshabinlarimizdan ko'ngildan chiqish. Barliq meni naqshamni deb, meni san'atimni deb yaxshi ko'rgan barliq tomoshabinlarimga ko'pdan ko'p rahmatimni aytaman va sizlar uchun, mush tomoshabinlar uchun yanama emgak qilishga tirishamiz. Taram yaşları